Eyo, hammaga salom. Tony Starkning ko'zoynagini ishlab chiqarish bo'yicha ikki kompaniya o'rtasida haqiqiy jang ketmoqda. Xiaomi to'liq funksionallikka urg'u bergan bo'lsa, Ray-Ban Meta uslubni birinchi o'ringa qo'yadi. Bular mutlaqo ikki xil yondashuv. Qaysi biri sizga mos? Hozir bilib olamiz. Xiaomi elektroxrom linzalarini boshqarish orqali 2 soniyada qoraytirish yoki shaffoflashtirish mumkin. Ray-Ban esa klassik quyoshdan saqlovchi yoki xameleon linzalardan foydalanadi. Hozircha ikkisida ham AR display yo'q, lekin keyinchalik Xiaomi'da monokul ko'rinishda bo'lishi kutilmoqda. Batareya bo'yicha Xiaomi to'liq ustun. 8,5 soat ishlaydi va 45 daqiqalik uzluksiz 2K video yoza oladi. Ray-Ban 4 soat ishlasada, uning qulay tomoni o'zining quvvatlash keysi bilan birga keladi. Kamera imkoniyatlari ikkisida ham teng, 12 megapiksel. Lekin Xiaomi uzoqroq video yozadi, Ray-Ban esa 3 daqiqalik kliplarga moslangan. Xiaomi'dagi Xiao AI sun'iy intellekti oziq-ovqat kaloriyasini hisoblaydi, 10 ta tilda real vaqt rejimida bemalol tarjima qila oladi va QR kod orqali to'lov qilish funksiyasiga ega. Ray-Ban esa Meta AI orqali musiqa, qo'ng'iroq va ijtimoiy tarmoqlarni boshqaradi. Tarjima va audio yordamchi funksiyasi esa hozirda O'zbekiston hududida biroz qiyinchiliklarga duch keladi. Ba'zan VPN kerak bo'lishi mumkin. Dizayn jihatdan Xiaomi minimalist, vazni 40 gram. Ray-Ban esa klassik uslubda ishlangan bo'lib, vazni 49-51 grammgacha bo'ladi. Lekin uslub jihatdan Xiaomi'dan ancha ustun. Ovoz tizimi ikkalasida ham ochiq, ya'ni ikkisi ham 5 ta mikrofon bilan jihozlangan. Lekin Xiaomi suyak orqali ovoz o'tkazuvchi funksiyasi bilan ovozlarni aniq yozadi. Narxlar masalasiga keladigan bo'lsak, Xiaomi $280 dan $420 gacha, Ray-Ban Meta esa $299 dan $379 gacha. Xiaomi funksiya va batareya qiroli. Ray-Ban esa uslub va mobillik. Qaysi biri sizga mos izohlarda yozib keting. Bizni kuzatishda davom eting, biz endi boshladik.